Londonda osh bellashuvi, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Andijon. Sizningcha qaysi viloyatning oshi mazaliroq? Kommentda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, kim g'olib bo'lganini bilib olasiz. O'zbekistonda hozir hamma restoranlarda, bayramlar, to'ylargacha o'tkazilayotgan bir paytda biz musofirdagi vatandoshlar o'z qadriyatlarimizni asrab, bir davra bo'lib uyda o'tirish zavqini tiklash maqsadida yig'ildik. Dasturxonda noz-u ne'matlar, choynak piyolalar, O'zbekistonim, uzoq suhbatlar, o'yinlar, kulgu va albatta osh bellashuvi. Bellashuv esa aslida bahona edi. Muhimi birligimiz, mehrimiz. Samarqandliklar jamoasi oshpazlarini birdek qo'llab-quvvatlab, hattoki bir xil futbolkalar kiyishgan. Kadrda kam ko'ringan, raqsga tushmasdan xizmat qilgan ayollarimizdan aylanay. Ular bu yig'inda eng katta yulduz edi. Osh ham pishdi, hay'at a'zolari birma-bir tatib ko'rishdi. O'choqda pishgan osh bu boshqacha ta'm, boshqacha his. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. O'g'lim esa qorin g'amida. O'zbek raqslarimizga yetadigani yo'q. Nima dedingiz shu gapimga? Baribir ham milliyligimiz boshqachada. Hamma oshga bir xil masalliqlar taqsimlangan bo'lsa-da, har bir viloyat o'z yondashuvini qo'shdi. Hatto guruch bir xil bo'lsa ham farqini his qilish mumkin edi. Natijada Buxoro jamoasi g'olib deb topildi. Boshqalar xafa bo'lmasligi uchun tadbirga homiylik qilgan mehmonlar tomonidan 100 funtlik chegirma vaucherlar sovg'a qilindi. So'ngra hammamiz Duracell zaryadkalarimizni ulab, yig'ishtirishni boshladik. 6 soatlik voqeani 2 daqiqada aytib berdim. Like bosishni unutmang. Sizdan komment, bizdan esa yanada ko'proq milliy videolar.